Mana hozir 1,5 soat ko'proq vaqt kutish natijasida men viza oldim. Vizani sizlarga ko'rsataman. Qanaqa viza ekanligi hammaga qiziq bo'lsa kerak. Mana bunaqa viza. Islamic Emirate of Afghanistan deb yozilgan. Viza menimcha chiroyli qo'yilgan. Xullas, menga 1 oyga berishdi. 1 oyga, ya'ni hop, air and land, ya'ni kirish yo'llari, siz havo yo'llari va land, ya'ni yer orqali o'tishingiz mumkin, ya'ni yurib o'tishingiz mumkin. 7-noyabrda, aynan bugundan boshlab 7-dekabrgacha berishdi. Endi men Hayraton chegarasiga qarab ketaman. Eng qizig'i bilasizlarmi? Eng qizig'i O'zbekiston fuqarolari uchun Hayraton chegarasidan o'tish mumkin emas. Siz o'zbek fuqarosi bo'lib turib, yoqdan kirishingiz mumkin, lekin siz O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, mana bu pasportingiz bo'lib turib, siz Hayratondan o'tib keta olmaysiz. Boshqa millat fuqarolariga, davlat fuqarolariga, chet elliklar juda ham ko'p yerda, ular bemalol o'tib ketishadi. Men esa Tojikiston chegarasiga qarab o'tishimga to'g'ri keladi. Lekin meni gidim yo'lboshchim aytdi, sen kelaver, muammo hal qilinadi. Juda ko'p odamlarni ko'rdim, o'tganini deb aytdi, lekin o'zbek fuqarolariga emas deganimda, yo'q, o'tasan deb meni qat'iy ishontiryapti. Nu ko'ramiz. Men baribir ham Hayratondan agar o'tolmasam, Tojikiston chegarasigacha bora olmasam kerak, chunki juda ham charchaganman. Toshkentdan Termizgacha samolyotda emas, balkim taksida kelganman. Mashinada qiynalib 12 soatda uxlamadim. Yana yo'lga yurish men uchun umuman yoqmayapti. Kun bo'yi kutgandan keyin. Nu ko'ramiz. Agar peshinamga yozilgan bo'lsa Afg'onistonga albatta boraman. Qani, ketdik. Afg'oniston haqida juda ham qiziqarli videolar ko'rmoqchi bo'lsanglar, albatta menga obuna bo'linglar. O'zbek qizi Afg'onistonda nimalar qilishi sizlarga albatta qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Ketdik.